Xudoga shukr. Nizomjon aka, biza xaridorlarimizga aytadigan gapingiz bo'lsa ayting. Endi Xudo xolasa barcha dehqonlarga tavsiya qilaman men buni. Qo'rqmasdan Xudo xolasa. Mana nimaga o'zimiz sinovimdan o'tdi. Shundoq. Ha. Issiqlikka birinchidan. Chidamliligi zo'r. Misol, mana shu piyozlar ikkita suvdan qolib ketdi-da, ikkinchidan. Suv bo'lmadi-ku bizda. O'chirut bo'lib qoldi, ayni issiqda u ham. Ha. Suvdan qolgan bular. Ha. O'sha holatdan bir xil turdi-da yaxshiligi, chidamliligi yaxshi ekan. Unchalik ko'p ham zahar talab qilavermadi-da bu piyoz. Qachon qarasangiz chiroyli ishlab turgan. Oydan oshdi. Shundoq. Ikkita do'ri qildik, nargi piyozni. Unda hali qilmadi. Mashalloh. Turaversin-chi dedi. Prosta sinovga-ku, hali urug'i sinash kerak-ku. Shundoq. Tushundingizmi mana? Shundoq. Sinash uchun. O'shanga o'ti ham shunday turdi. Bu yil qancha ekamiz inshaalloh. Endi Xudo xolsa nasib qilgan bo'lsa bir iloji yo'qdir 5 gektar ekamiz-da bundan. Nasib. Endi havasi keltirib qo'yib urug'imizdan bor aka. Urug'imizdan bor. Xudo xolasa ma'qul kelsa qolgan urug'larimizni ham davomini chaqirtiramiz degan niyatda edik. Avvalambor Qashqadaryoga birinchi safar bordik. Qashqadaryo issiq garim sel bo'lganini hisobiga ham holatlari juda ham zo'r dedi. Ularda shunaqa sharoit bo'lar ekanki, ishchi kuchi paxtaga ko'p ketar ekan. Shundan sag'al vohliroq yig'ishtirishar ekan. Ana shu holatida chaqirishdi, borib holatlarini ko'rdim, o'ta go'zal. Hozir akamnikiga borib ko'rdim va mana sizniki ham xuddi shu, xola hech narsa. Endi Nurmuhammad aka bu hozir bugun yaqin 1 oy bo'ldi buni ham uzilishiga. Uzilishiga 1 oy bor. Aha. Endi yaxshiligi piyozni qayerga kirsangiz mana bir xilda. Shundoq. Ja, unaqali nima daraxtni ichi, bog'i ichi baribir iloji yo'q. Bog'i ichi nima bo'ladi-yu? Shundoq. Ammo lekin Xudoga shukr, yomon emas. Mana shu joylariga kelib ko'raylik, o'rtarog'iga Asadbek. Men kecha o'zim kirib bunaqasiga yurib ko'rdim, Ha. Endi hozir sal ochiqroq ekan. Men nima deb o'yladim? Piyozni boshi zo'r, ag'i nima ekan deb, ana ashaydan kirdim. Ha. Kirib bunaqasiga yurib, aylanib chiqsam, yo'q, piyozni hamma joyi bir xil. Xudoga shukr. Go'zal gap bo'lishi mumkin emas, Xudoga shukr. Biosedis mahsulotlarimiz mana hali qo'yib o'rmagandi piyoz. Uyaltirmadi inshaalloh. Ha, yo'q, yaxshi. Mashalloh. Endi Xudoga shukr. Avvalambor Alloh. Ha, hammasiga Alloh. Dehqonga ham bog'liq hamma narsa. Albatta. Qarang holatlarini. Aka yaxshi bo'lsa odam quvonadi-da. Mazza qilasiz. Ha, mazza qilasiz, ko'rib holatlarini, bo'layotgan ishlarni, jarayonni, keyin boya aytganimdek bu yilga Alloh berib turibdi, narx-navo bo'yicha ham inshaalloh. Inshaalloh. Xudo xolasa, Xudoyim yaxshi bo'lsin. Hammamizniki ham. Urug'larimizni bemalol qo'rqmasdan Namanganga taklifini bosa-bos qilib bosaveramiz nasib bo'lsa inshaalloh. Xo'tirjam inshaalloh shu Biosedis haqiqatda chempion urug'i bo'lsa, qo'rqmasdan eksa bo'laverdi Kosonsoyda ham. Nimaga? Issiqqa chidamli bo'lgandan keyin eksa bo'laveradi. Men boya yana aytdim, qarang, tog'li zona, tog' atrofimizda. Tog' shunaqa. Tog' atrofimizda. Men bu joylarni salqin joy deb hisoblar ekanman. Yo'q. Normalniy. Bu yil baland bo'lib ketdi. O'zi bu yil iqlimimiz juda ham issiq bo'ldi. Bizda issiq bo'ladi. Shundoq. Issiq ham kuchli bo'ladi bizda ham. Lekin mana shu yilgi issiqda men aytdim, bu piyoz o'smay qolsa kerak degandim. Ammo banko baribir ikkinchi pakalini bergan-ku, to'g'rimi? Men shuni bolasini olib bergan-ku. Bu o'smay qoldi piyoz. Issiqda shunday to'xtab qoldi. Mana shunday bo'lib qolib ketdi-da. Chiroyli, bu ham yomon emas. Shunday qolib ketdi.